Xitoyning Gaoka imtihonida tushgan savollardan birini ko'rib chiqamiz. Javobingizni izohlarda qoldiring. Siz bu savolni yecha olardingizmi? Demak, 200 ni 50 ko'paygan 4 ko'rinishga keltirib olamiz. 27 darajasi x minus 23 darajasi x barobar 50 ni 27 plus 23 4 esa 27 minus 23 ko'rinishda yozamiz. Demak, 27 darajasi x minus 23 darajasi x bu qisqa ko'paytirish formulasini ochilgan ko'rinishi, ya'ni 27 kvadrati ayrilgan 23 ni kvadrat ko'rinishiga keladi. Bu yerdan shunday xulosa qilamizki, x barobar ekan 2 ga. Demak, yechim ma'qul kelgan bo'lsa videoga like bosing va menga obuna bo'lishni unutmang. Bundan keyingi qiziq videolarni qo'yishda davom etamiz.